Assalomu alaykum do'stlar, kanalga xush kelibsiz. Navbatdagi masalamiz merge strings alternately degan masala. Bu masalaning sharti shundan iboratki, bizga ikkita string berilgan. Bu stringlar ingliz alifbosidagi harflar bilan to'ldirilgan. Birinchi stringning nomi word1, ikkinchisi word2. Biz mana shu ikkita string orqali yangi bitta string yasashimiz kerak bo'ladi. Va ana o'sha yangi stringda ikkala stringdagi barcha harflar qatnashi kerak bo'ladi. Qanday tarzda qatnashi kerak? Biz birinchi worddagi birinchi harfni olamiz, keyingisiga murojaat qilib, keyingisidagini ham navbatga olamiz. Misol uchun word 1 ga birinchi murojaat qilib a ni oldik. Keyin word 2 dan p ni olamiz. Shu tarzda davom etadi. Shu tarzda ikkalasidagi barcha harflarni birma-bir ko'rib, oxirigacha yurib chiqib, yangi string yasab olamiz. Demak, birinchi misolni ko'rib chiqamiz. Bizda ikkita string bor, demak, word 1 bilan word 2 degan string bor. Biz hamisha birinchi worddan boshlaymiz, ya'ni word 1 dan va uning birinchi harfiga har doim birinchi murojaat qilamiz. Uning birinchi harfini oldik. Endi bo'lsa, keyingi navbat word 2 ga, word 2 ning ham birinchi navbatda turgan harfini olamiz. A va P bo'ldi. Endi navbat word 1 ni keyingi harfiga keldi, ya'ni ikkinchi harfga B bo'ldi bu. B ni oldik. Endi keyingi wordga o'tamiz. Keyingisida biz Q ni oldik. Keyingi yurishimizda S ni oldik. Keyingisida R ni va mana shu yangi stringimizni return qilib yuborsak kifoya. Endi boshqacharoq holatda ko'rib chiqamiz. Demak, word 1 va 2 bor. O'sha oldingi qonun bo'yicha a ni olamiz va bundan b ni olamiz va undan keyin bundan q ni olamiz. B va q. Ayni mana shu holatda mana bu word 1 da so'z qolmaganini hisobiga mana bu word 2 dagi so'zlar bilan davom etishimiz kerak bo'ladi. Ana shu qolgan ikkita harfni eng oxiriga yozib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. R va S ni. Ya'ni bitta wordda harflar qolmagan bo'lsa, ikkinchi worddagi harflarni qolgani bilan to'ldirib qo'ysak kifoya. Birinchisida ham, ya'ni keyingi misolimizda ham birinchi a ni, keyin p ni, keyin b ni, keyin q ni oldik. Mana bu ikkitasi ketdi va mana bu ikkitasi ketdi va so'ngida mana bu ikkitasi qolganini hisobiga bu ikkalasini eng oxiriga yozib qo'yamiz, ya'ni s bilan d ni. Va xuddi mana shuni return qilib yuborsak bo'ladi. Ikkala stringdagi harflarni to'plash uchun bizga list qulayroq bo'ladi. Bitta list ochib olamiz. Uning nomini red deb nomlaymiz, ya'ni o'sha return sifatida qaytarib yuboriladigan vosita sifatida arrayga red deb nomlandik. Endi bizga bitta len degan o'zgaruvchi kerak bo'ladi. Bu bizga mana shu word 1 bilan word 2 ning ikkalasining uzunligi orasida, ya'ni o'sha ikkalasining qaysi biri uzun bo'lsa, ana shu uzunlikni mana shu lenga saqlab olishimiz uchun kerak bo'ladi. Buning uchun max ni ichiga word 1 ni uzunligini berib yuboramiz va word 2 ni uzunligini berib yuboramiz. Bu bizga qaysi so'zda harflar tugab qoladigan bo'lsa, keyingi so'zdagi uzunlik bo'yicha davom etishimizda yordam beradi. Misol uchun word 1 ni uzunligi 2 ga teng, word 2 ni uzunligi 4 ga teng. Agarda lenga 2 ni oladigan bo'lsak, u for loopimizda 2 o'lchamli yurish bilan to'xtab qoladi. Mana bu word 2 dagi eng oxirgi ikkita harf qolib ketadi. Shuning uchun bu o'ziga o'sha qaysi biridagi uzunlik
katta bo'ladigan bo'lsa o'ziga saqlab oladi. Endi for loop yordamida mana shu len bo'ylab aylanib chiqamiz va ikkala stringimizni yangi mana shu ochib olgan red nomli listimizga birma-bir qo'shib ketsak bo'ladi. Qo'shishdan oldin tekshiramiz. Agarda ya'ni hozirgi indeks wordni uzunligidan kichik bo'ladigan bo'lsa, ya'ni word bir yakuniga yetmadi. Shuning uchun undagi navbatdagi harfni qo'shib qo'ysak bo'ladi. Redga append funksiyasi orqali qo'shib qo'yamiz word 1 ni iyinchisini. Bu holat xuddi keyingisi uchun ham bo'ladi, ya'ni keyingi string uchun ham tekshiramiz. Agarda word 1 ni ya'ni word 2 ni uzunligi dan kichkina bo'ladigan bo'lsa, redga word 2 ni iyinchisini append qilib qo'yamiz. Eng oxirida bizga string qaytarish kerak bo'ladi. Shuning hisobiga biz redni o'zini qaytarib yubora olmaymiz. Biz uni stringga o'tkazib olishimiz kerak. Buning uchun qo'sh tirnoq ichida qo'sh tirnoqni qo'yamiz, ya'ni va nuqta bilan join funksiyasini yozib, ichiga redni berib yuboradigan bo'lsak, bu o'sha red listi bo'ylab aylanadida barcha elementlarni olib turib, yangi string yaratib qo'yadi. Endi masalamizning ishlash tezligini bir tekshirib ko'ramiz. Masalamiz 80% foydalanuvchilardan tez ishladi. Bu anchagina tez yechim. Masalamizning ishlash tezligi big O ni ichida n plus m bo'ldi. Chunki misol uchun word 1 ni uzunligi n ga teng bo'ladigan bo'lsa va word 2 ni uzunligi m ga teng va biz mana shu ikkalasini yig'indisi bo'ylab mana bu for loopda aylandik. Ya'ni len ni uzunligi o'sha n qo'shilgan m bo'ldi. Shu tarzda tezlikni o'lchab oldik. S bilan ham xuddi shunday. U ham big O ni ichida n qo'shilgan m bo'ladi eng yomon holatda. Chunki mana shu o'lchamda biz yangi bitta redni ichini to'ldirib chiqdik harflar bilan. Hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha.